Har bir qimorvoz insonda nima kuchli bo'ladi bilasizlarmi? Qo'rquv. Bu qimorvoz insonlar har doim qo'rqib, stressda yashaydi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qo'rquv to'g'risida gaplashamiz. O'z-o'zini ichidan yemirilishi to'g'risida gaplashamiz. Hech kimga sirlarini aytmaydigan, shu qimor ichida yurib, o'zim muammolarni hal qilaman deb qo'rquv ostida yashayotgan qimorvoz to'g'risida gaplashamiz. Demak, men o'z tajribamdan kelib chiqqan holda shu boshida qimorvoz qimor olamiga kirib kelgandan keyin o'zimni boshqara olaman. To'g'ri, boshida kichik summalardan o'ynaydi, yutuqlar bo'ladi, eyforiyalar bo'ladi, xursandchilik bo'ladi. Keyin yutqizilgandan keyin boshlanadi. Yutqizilgandan keyin insonda, qimorvoz insonda nima boshlanadi? Shu yutqizilgan pulni qaytarib olaman. Joyiga qo'yib qo'yaman. Men yutganman. Menda o'xshaydi, yana bir marta o'ynayman deb o'ynaydi va yana yutqizadi va qarzdorlik botqoqiga sekin kirib ketaveradi. Boshida to'g'ri kichik summadan boshlangan bu kazino bo'ladimi, stavkalar bo'ladimi sport o'yiniga kichik summalardan boshlanadi. Keyin bora kattalashib summa katta bo'lib ketadi. Bu orada qimorvoz inson hech kimga bilintirmang, hech kimga aytmang. Yon atrofdan qarasangiz, u tuppa-tuzuk inson. Chunki qimor ichida yurgan qimorvoz insonlarning ko'pchiligini statistika qiladigan bo'lsak, yaxshi joylarda ishlaydigan yoki o'qiydigan, kerak bo'lsa mas'ul, amaldor shaxslarni ham ko'rsa bo'ladi-da. Organ xodimi bo'ladimi, doktor bo'ladimi, prokuraturada bo'ladimi, hamma joyda bor-da o'ynaydigan. Qimorvoz inson bor. Yon atrofdan qarasangiz, uni qimorvoz deb bilmaysiz. Chunki u yon atrofdagilardan o'zini sirini yashiradi. Muammosi bo'lsa shu stressda yuradi, uyqusizlik bo'ladi, hech kimga bilintirgisi kelmaydi, muammolarini o'zi hal qilmoqchi bo'ladi, kreditlar oladi, qarzlar oladi va yana qarzdorlik botqog'iga kirib ketaveradi. Summalar, qarzdorliklar kattagandan keyin yon atrofdagilarga sezilishni boshlaydi. Bilar bilmas shu olib qo'ygan qarzlari, kreditlari, uyiga shu bankdan kelishlari, telefon bo'lishlari bu sirni fosh qiladi. 2-3 yildan keyin bu narsa ommaga chiqadi. Qimorvoz nima qilishini bilmaydi. Ko'pchilik irodasizlik qiladi. Qimor qurboniga aylanadi. Ko'pchilik ayrim qarzdorlik botqoqiga kirib, uylarini ham sotib, mashinalarni ham sotib, kimlarning nomiga bo'lsa ham kreditlar olib tashlab, O'zbekistondan qochib ketganlar ham bor. Bu narsa juda ham ayanchli holatda. Buni oqibati, siz qimor qurboni bo'lsangiz, buni oqibati yon atrofdagilarga og'irligi tushadi. O'zbekistondan qochib ketsangiz, baribir shu yaqin insonlaringiz, ota-onangiz, opangizmi, ukangizmi, kimgadir og'irligi tushadi. Buni oqibatlarini o'ylash kerak. Vaqtida to'xtatish kerak. To'g'ri, o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman, men ham shu yashirganman. Hech kimga aytmaslikka harakat qilganman. Yon atrofdagilar ham sezmagan. Tuppa-tuzukdan yurasan, katta muammo, problema bo'lgandan keyin, yuzaga kelgandan keyin qimorvoz insonga oson, men bo'ldi, yutqizib qo'ydim, qarzim bor deb qo'yish oson, lekin buni oqibatlari juda katta fojia bilan tugashi mumkin. Demak, do'stlar, men nima demoqchiman? Vaqtida xulosa qiling, to'xtating. Agar shu qimor ichida bo'lgansangiz, yaqin insonlaringiz bilan sirdoshing, gaplashing, muammongizni ayting. Muammo kichik muammo bo'lsa hozir buni tuzatsa bo'ladi. Agar kattalashgan bo'lsa muammo, psixologlarga murojaat qilish kerak. Pediatrlarga murojaat qilish kerak. Gaplashish kerak. Bu muammoni, kasallikni oldini olmasa, katta fojia bilan tugaydi. Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi, yutqizishing aniq. To'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida xulosa qiling, to'g'ri qaror qabul qiling, tan oling. Bu o'yindan chiqsa bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Telegram gruppamizga qo'shiling, fikr almashing. Ichingizni o'zingiz yemirib, botqoqlikka tushib ketmang, ruhan sinmang. Sabr qiling, bundan chiqsa bo'ladi. O'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Keyingi video siz haqingizda bo'lishi mumkin. Videolarimiz sifatli chiqishi uchun yangi kameraga pul yig'moqdamiz. O'z hissangizni qo'shing. Ko'rishguncha.